Kerak bo'lsa topib beraveraman. Bizda normal joyi yo'q. Aka bu işte bo'lsa fermada gap bizda. Ha, fermada gap. Fermada gap. Gap yo'q. Akalar ko'rib turganimizdek, akalarimizda mana shu ferma bo'lib ketgan katta-katta echkilar, zo'rlar har doim akamizda bo'ladi. Endi akalar mana shu yerda xudo xolasa sog'lom yeb ishlarida hammasini so'rab oldik, hech qanday kam yo'q ekan. Dastavkalarni ham xudo xolasa yo'lida qilib beramiz deyishdi. Endi bu yerda 45 bosh umumiy echkilarimiz bor ekan, bolalardan tashqari bo'lib turibdi. Endi akalar mana shu 45 bosh echkimizni ona bola qilib olaman degan akalarimiz uchun narx-navosini so'rab olamiz. Aka buni ichida egizi ham bor-a? Egizi ham bor, ha. Ha, nechi bor? 5 ta? 5 ta. Nech bilan beramiz aka? 3200 dan beramiz egizlar. Siz ham yomon narx ko'taraveryapsiz. Ko'tarish emas, uloq katta-da. Uloq katta. Akalar kichkina emas uloqlari. Shuning uchun 3200 deyaptilar. Xudo xolasa ustiga kelgan akalarimizga o'tib beriladigan joylari bor. Aka, buni endi qarang-da, hozir yakkani qanchadan beramiz bebalan? Yakkan 1.400 dan berib olamiz. 1.400 dan. Uni ham o'tib berish yo'li bor. O'tib beraman. Ha, mana akalar. Xudo xolasa o'tib berish yo'li bor. Bexijolat telefon qilaverasizlar, like ayamaysizlar. Endi akalar bu yerda 45 bosh echkimiz bir qo'lga olaman degan akalarimiz juda bir narx-navoni yengil qilib bersalar kerak. Aka, mana ko'rdik echkilarimizni, endi ona bolasini ham bir narx-navosini bir kelishtiraylik. Kelishtirib qo'yapmiz 2200 dan. Ya, tushdi boya. 2.150 dan ham mana. 2.150 ming so'm. Akalar 50 o'tib berildi. Ya'ni ham ustiga kelgan akalarimizga xudo xolasa o'tib beriladigan joylari bor. Echkini ko'ryapsizlar, soni cheklanmagan. Bemalol telefon qilib zakaz qilaveramiz. Yana ham akalar xudo xolasa topib berilaveradi. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Rasvet mahallasidan sizlar uchun akalar 8-may sanasi bilan ko'rsatib turibman.